Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Go'zal Robbimizga cheksiz maqtov va shukrlarimiz bo'lsinki, va suyukli payg'ambarimizga Robbimizning salom va salovatlari yog'ilsin. Oylarning sultoni bo'lgan Ramazon oyi ham kirib keldi. Hammamizga ma'lumki, bu oylarda ajoyib voqealar sodir bo'lib turadi. Mana bugun ham bir ajoyib voqeani so'zlab bermoqchiman. Bu voqeaning qahramonlari 4 ta talaba do'stlar haqida. Ramazon kunlaridan birida do'stlari birgalikda iftorlik qilmoqlikni niyat qilishgan edi. Lekin ularning ichida Umar ismli do'sti kelmay qolgan edi. Ular iftorlik taomini tanovul qilib bo'lganidan keyin ertaga Umarning uyiga xabar bermay boramiz deya bir fikrga kelishdi. Umarning o'zi do'stlarining ichida odob, axloqi bilan ajralib turar edi. Ertasi kuni ular Umarning uyi tomon yo'l olishar ekan, ular Umarning yuzida tabassum, qalbida quvonch bilan eshik ochishini va birgalikda shirin taomlar ila iftorlik qilib, shu kechani xayrli o'tkazishni orzu qilishar edi. Eshik tugmachasi bosilib, eshik ochilgach, Umarning yuzini ko'rib, ularning orzulari barbod bo'ldi. Umarning qarashida sizlar nega keldinglar? Sizlarni kim chaqirdi degan ma'no sezilib turar edi. Bu noqulay vaziyatni tuzatish niyatida bo'lgan bir do'sti uylaringizdan bir shirin taomning hidi kelyapti-ku dedi. Shu paytda Umarning onasi paydo bo'ldi. Onasini ko'rgan Umar uyalgan va qisilgan holatda aytdiki, "Onajon, bu mening do'stlarim. Ular bizlarni yo'qlab iftorlik qilishgani kelishibdi." Onasi ularni hurmat va ehtirom bilan uyga taklif qildi. Uyga kirgan do'stlari ne ko'z bilan ko'rsinki, xonada eski gilamning ustida xontaxta o'rniga oddiy taxta, taxtaning ustida bir laganchada makaron va burda nonlardan o'zga hech narsa yo'q edi. Atrofida esa 2 yosh bolacha o'tirar edi. Mehmonlarni ko'rgan bolakaylar har tarafga qochib ketishgan edi. Balki ular ustidagi eski va yirtiq kiyimlaridan uyalishar edi. Iftorlik vaqti ham kirib keldi. Rozador do'stlari kelganidan pushaymon bo'lib, har bir yutgan luqmasi go'yoki tomoqlarni qirib o'tayotganday edi. Nima qilib qo'ydik? Nega keldik? Kerak emas edi kabi iboralar xayollarini tark etmasdi. Lekin kech edi. Umarning onasi yana bir bora mehmonlarning ko'nglini olish uchun, aslida men qiyma olib bugun shirin taom pishirmoqchi edim, lekin vaqt yo'qligidan ulgura olmadim deb o'z holini bayon etdi. Buni eshitgan bolakay, nahotki bizning uyimizda shu narsalar bo'lsa-ya deb yugurib borib muzlatgichni ochib qaradi. Ammo hech narsa topmagach, eshikni g'azablangan holda yopdi-da, dasturxonga qaytib, ko'z yoshlari bilan onasiga qaradi. Bu kechada sodir bo'lgan voqealar do'stlarining xayollaridan chiqmasdi. Ular do'stining uyiga bayramga ketayotganday borishib, qaytar vaqtida xuddi janozadan kelayotgan kabi xomush holda qaytishdi. Tongda saharlik qilishar ekan, birining ko'zidan yosh oqsa, ikkinchisining tomog'idan taom o'tmasdi. Ertalab ular uchrashib, o'z fikrlari bilan bo'lishdi. Nima qilamiz? Qanday qilamiz? Chunki musulmon birodarimizning uyida nochor ahvolda qolgan bolakaylar bor. Biz ularni quvontirishimiz kerak. Lekin qanday? Pul bersak, Umarni xafa qilib qo'yishimiz mumkin kabi savollar qiynar edi. O'ylay ular bir qarorga kelishdi. Umarning yaqinidagi do'konga borib, uning egasi bilan quyidagi xayrli ish haqida kelishib olishdi. Biz sizga xarojatingizni bersak, siz esa mana bu oziq-ovqatlarni tayyorlab, shu manzilga yetkazib berib, quyidagi so'zlarni ham aytsangiz. Bu Ramazon oyining sharofatiga berilayotgan hadiyadir. Do'kon egasi ular aytganday qildi. Ertasiga esa Umar o'qishga xursand holda kirib kelib, biz kecha noqulay vaziyatda qoldik. Oyijonim hech narsa tayyorlab ulgurmagan edi. Ertaga iftorlikka kelinglar. Biz sizlarni yaxshilab kutib olamiz dedi. Umar aytganday, ular belgilangan vaqtda kelishdilar.
Oldilaridan chehrasi ochiq bolalar yugurib chiqishdi. Oyijonim bugun mazali taomlar va shirinliklar pishirib qo'ydi. Marhamat, kiringlar, birga iftorlik qilamiz deya to'kin dasturxonga taklif qilishdi. Aziz do'stu birodarlar, suyukli opa-singillarim, albatta Ramazon oyi yaxshilik oyidir. Shunday ekan, yaxshilik qilishga shoshilaylik. Balki shu hikoyamizdagiday oilalar kam emasdir. Shuning uchun kelayotgan Ramazon oyida go'zal xulq-odobimiz, mehr oqibatimiz, go'zal amallarimiz bilan savoblarimizning egasi bo'lishimizni Alloh taolo nasib ro'za aylasin. Albatta Alloh taolo yaxshilik qilguvchilarni sevadi. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.